Xo'p. Demak, murakkab foiz haqida endi. Murakkab foiz formulalari. Demak, murakkab foiz formulalari foiz bir necha marta o'xshaydi. Misol uchun A soni ketma-ket P foizga K marta ortdi. Hop, bunda qaraymiz. B teng A ko'paytirilgan 1 plus P taqsim 100 ko'paytirilgan 1 plus P taqsim 100 va hokazo 1 plus P taqsim 100. Ya'ni mana shu orali K marta oshdi. Mana bu K marta. Demak, bundan formula kelib chiqadi. B teng A ko'paytirilgan 1 plus P taqsim 100 ning Kx. Misol ko'rsak. Ishchini oyligi 1 million. Agar uni oyligi har oy 10% oshsa, yanvar va fevral oyida qancha bo'ladi? Yanvardan boshlab, ya'ni yanvardan 10% oshib boshlasa, fevralda oxirida qancha bo'ladi? Bundan o'tadimi? 1 million bo'lsa. 10% oshib borib, 1 yil oshib qolsa. 2 oydan so'ng anaqa qilyapmiz. Oxirida qancha bo'ladi? Qaranglar. Demak, ishchini oyligi qancha? 1 million. 1 million degani 10 + 6. Ko'paytirilgan 1 plus necha foiz oshadi? 10%. Endi yanvar va fevral necha oy oshgan? 2 oy. Agar butun qish fasli deganda necha oshadi? Mana necha bo'ladi? 3. Agar 2 fasl desa 6. Demak, 10 + 6 ko'paytirilgan 100 bo'lsak 110 taqsim 100 ning kvadrat. Mana ikkitasi ketsa 11 ning kvadrati 121 taqsim 10 ning kvadrati 100. Mana bu ikkitasi va mana bu yoqda ikkitasi ketsa 121 dan keyin nechta nol bo'ladi? 4 ta. Bu degani demak oy oxirida qancha bo'lar ekan? 1 million 210 ming so'm bo'lar ekan. Xo'p, endi mana shunga doir yana birorta misol ko'rib ketaylik. 80 dedi, 48 dan qanchaga kam dedi. Yo'q bo'lmasa 80 48 dan qanchaga ko'p. Birinchi 80 da 80 soni 48 dan necha foiz ko'p? Birinchi 80 da 100 deb olamiz. 48 da x 100%. Ko'paytirsak 88 4800 x topsak 4800 taqsim 80 60 mi? 80 48 80 ning 60% tashkil qilar ekan. Demak, necha foiz kam bo'ladi desa, 100 dan nechani ayiramiz? 60 dan. 100 dan 60 ayirsak
foiz. 40% kam. Xo'p, qo'yib yozaylik. Matematikamiz bor. Agar n sonini ilzosti n gacha nechta bo'luvchisi bo'lsa, undan keyin, ya'ni undan degan ma'nodan keyin. Undan keyin ham shuncha bo'luvchisi bo'ladi. Bo'luvchisi bo'ladi. Xo'p, agar n sonini ilzosti n gacha nechta bo'luvchisi bo'lsa, undan keyin ham shuncha bo'luvchisi bo'ladi. Birorta misol ko'raylik. 100 sonini tekshiramiz. 100 sonini ilzosak 1 10 bo'ladi, to'g'rimi? 1 2 3 ga bo'lmay 4 5 to'g'rimi? Keyin 10 20 25 va 50 100 da keyin, to'g'rimi? Sig'may qoldi. Ondan buyoqda nechta bo'luvchi bor? Qarang, ondan buyoqda 4 ta. Hop, bu yoqda hamchi 4 ta. Ya'ni bitta ilzomlarda o'shancha bo'lib boradi. Agar nima demoqchi? Misol uchun aytaylik, 250 bir. 250 bir. Mana shu son tufsonni tubamasligini aniqlash uchun mana tufsonlar mavzusida ishlaganmiz. Endi mana shuni qanday aniqlashimiz mumkin? Yo tufson yo tufson emasligini desa, birinchi 251 dan ana olamiz, ilzomamiz. Necha bo'ladi? Taxminan chiqadi? 15. 15 chiqadi. 15 99. Endi 251 15 gacha bo'lib boramiz. 1 ga bo'lmaydi, 2 ga ham bo'lmaydi, 3 ga bo'lmaydi, 4 ga ham bo'lmaydi, 5 ga bo'lmaydi, 6 ga bo'lmaydi, 7 ga Bo'lmaydi. bo'lmaydi, 8 ga ham bo'lmaydi, 9 ga ham bo'lmaydi, 10 ga ham bo'lmaydi, 11 ga bo'lmaydi, 12 ga ham bo'lmaydi, 13 ga ham bo'lmaydi, 14 ga bo'lmaydi, 15 ga ham bo'lmaydi. Demak, 15 gacha bordimi? Birorta bo'luvchisi yo'qmi? Yo'q, yo'q ham yo'q. Demak, bu 251 nima degani? Qanday son ekan bu? Tufson. Mana shunday qilib tufson yoki tug'ilmasligini aniqlab olish mumkin. Xo'p, keyingisi endi o'ziga chan bo'lgan jarayonlar ketdi. Xo'p, murakkab bu nechanchisi edi? Mana murakkab foiz. Bu yerda zaktorga nechanchisi? 8 dedikmi, 9 dedikmi? Bu 10-chisi emasmi? Bu 10-chisi. Mana. Mana 10-chi xossa. Bunisi foydamiz. 11 bo'lsa, 12 harakatga doir misollar. Harakatga doir amallarimiz bo'ladi. Xo'p. Birinchisi tezlik degan narsani tushuntirib ketaylik. Tezlik topish uchun yo'lni nimaga bo'lish kerak? Vaqtga. Ya'ni tezlik v teng s taqsim t. V tezlik, s yo'l, t vaqt. V teng s taqsim t. Aytaylik, Toshkentdan Termizgacha bo'lgan masofa 700 km chiqsin. Nexia avtomobili soatiga 140 km/soat tezlikda harakatlansin.
qancha payt yetib keladi? Vaqt. To'g'rimi? Bu fizik o'qiysan deyman. V teng S taqsim T. T teng S taqsim V. Ya'ni ikkalasini joylashadi. S 700 taqsim 140 bo'lsak, necha soat yetib kelar ekan? 5 soatda. Xo'p. Bu birinchi holat bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchisi. Agar tezliklar bir tomonga yo'nalsa, u qanday bo'ladi demak, misol uchun bu yomon to'g'ri so'zlar. Qanaqadir S masofa. Mana bu yerdan bitta mashina v tezlik bilan ketyapti. T vaqtda bordi. Mana bu yerda ikkinchisi esa v2 tezlikda T vaqtda bordi. Ya'ni S masofa. Umumiy mana bu S ekan. Umumiy. Va mana bu yog'i umumiy S ekanda. Xo'p, qaranglar. S plus v1 ko'paytirilgan T teng umumiy bu qancha masofani bosyapti? Mana bunisi. v2 ko'paytirilgan T. Agar bu tarafga o'tadigan bo'lsa, S teng v2 T minus v1 T. T'ni chiqarib olsak mana shu joydan. v2 minus v1 ko'paytirilgan T. T uchrash vaqti desa ham bo'ladi. T'ni uchrash vaqti desalar ham bo'ladi. Ya'ni ikkalasi ham bir manzilga bir vaqtda boradi. T uchrash vaqti. Hop, bu ikkinchisi. Uchinchisi. Agar ikkita avtomashina quyidagi harakatlansa, shunday harakatlansa deylik. Shunday harakatlansa degani qismida ko'rsatiladi. Ya'ni shunday deb nimani aytayotgan deb hayajonlanib qolmanglar. Ikkita holat bo'ladi, ikkalasi ham formula bir xil bo'ladi. A va B keyingi holatda ikkalasi ikki tarafga qarab ketadi. Bunda ham A va B. Ikkalasida masofani S deb olsak, S. Ikkalasi birinchi holatda bir tarafga qarab harakatlanib boshlaydi. Bittasi V1, ikkinchisi V2. Uchrash vaqtini toping deydigan bo'lsa, birinchi holatda mana bunaqa bo'ladi. S teng V1 plus V2 ko'paytirilgan T. Bir tarafga qarab ketayotgani uchun. Ya'ni ikkalasi bir-biriga qarab keladi. Bir-biriga kelgan sari masofa kamayib boradi-ku. V1 plus V2 ko'paytirilgan T. Xo'p, ikkinchi holatda ham mana shu formula o'rni bo'ladi. V1 V2 deydigan bo'lsak, ikkala holatda ham V1 plus V2 ko'paytirilgan T. Ikkita holatda ham o'rni bo'ladi. Endi buni fizikda yaxshi tushunib, yaxshi bilmayman-da. Xo'p. Misol uchun misol qo'yib ketaylik mana shunga. Bittasining tezligi 20 km/soat, ikkinchisining tezligi 70 km/soat. Qashqadaryodan Surxondaryoga mashina jo'nadi. Orasidagi masofa aytaylik 180 km. Ular qachon uchrashadi degan savol bersa. Ya'ni bittasi Qashqadaryodan 20 tezlik bilan jo'nagan, ikkinchisi Surxondaryodan 70 tezlik bilan jo'nagan. Orasidagi masofa 180. Ular qachon uchrashadi? S teng V1 plus V2 ko'paytirilgan S 180 teng 20 plus 70 ko'paytirilgan T.
Ne ko'rinadi? Tini topsak 180 taqsim 90. 2 soatda uchirishar ekanmi? 2 soatda uchirishadi. Hop, 4-inchisi. O'rtacha tezlik. O'rtacha tezlik kamdan kam keladi, lekin tushyapti. Sertifika savollarda bor. O'rtacha tezlik o'zi tezlik formulasi S taqsim T. To'g'rimi? O'rtacha tezlik formulasi butun yo'lni butun vaqtga nisbat. Bu o'rtacha yo'l formulasi. Xo'p, endi harakatga doir formulalar ketdi. İşga doir masalalar. 13-si. Xo'p. Aytaylik, birinchi traktor yerni 10 kunda haydab bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Ikkinchi traktor esa 15 kunda haydab bo'ladi. Ikkalasi necha kunda haydab bo'ladi? Qaranglar. Yerni A deb belgilaylik. Ishda qanaqadir. To'g'rimi? Birinchisi qancha paytda aniq bo'lyapti? 10 kunda 1 taqsim 10 bo'ladi, ko'paytirgan A. 10 kun bo'lgani uchun 1 taqsim 10 ko'paytirgan ish A. Xo'p, keyingisi 1 taqsim 15 ko'paytirgan A. Ikkalasi qo'shilyapti, qanchadir T vaqtda ko'paytirgan A. Biz mana shundan T'ni topishimiz kerak. Hammasida A bor. Qisqartirib yuboramiz. Demak, 1 taqsim 10 plus 1 taqsim 15 teng 1 taqsim T. Maxraj 30 mana bu 3 tadan, bunisiga 2 tadan. 3 plus 2. 5 taqsim 30 teng 1 taqsim T. Necha bo'ladi? 1 taqsim Z teng 1 taqsim 30 degan bitta masalani bitta shoir ishlanmaganida. Toshkentga yetkazdi shu yerga. 1 taqsim Z teng 1 taqsim 30. Z nechaga ekan? Siz bormisiz shunda? Yo'qmi desiz? Azam ustozi guruhidan. 1 taqsim Z teng 1 taqsim 30. Ismi Sherzod. Demak, tadbiring necha bo'ladi? 30 taqsim 5. 6 kunda bo'lar ekanda. Xo'p. Misol uchun yana bitta misol ko'raylik. Ishga doir masalalarda yana bitta misol. Meshdagi suv akasiga 20 kunga yetadi. Meshdagi suv akasiga 20 kunga. Hop, ukasiga esa 30 kunga. Ikkalasiga qancha kunga yetadi degan savolda. Hop, akasiga 20 kunga, ukasiga 30 kunga, ikkalasiga qancha kunga yetadi? Qanday ishlaymiz? Yo'q,
Demak, meshdagi suvni adib belgilasak. Unda 6 chiqadi. Demak, akasiga 1/20 ko'paytirilgan a plus ukasiga 1/30 ko'paytirilgan a ikkalasiga 1/t ko'paytirilgan a. Endi alar bir xil start etsa, demak 1/20 plus 1/30 teng 1/t. 20 bilan 30 ga umumiy mahraj 60 mana bu. 3 tadan bo'lgan 2 tadan 3 ga 2 ni qo'shsak 5/60 teng 1/t. T nechaga teng Sherzod? Sherzod. Sen ham ayta olmaysan, bu kishi kiraman ekan deb o'ylamayman. 60/5, 65 ga bo'lsak necha kunga yetar ekan? 12 kunga. Ko'pchilik mana shuni proporsiyaga qo'yib ketadi. Mana shu joyda uxlaydi, ko'p holatda. Proporsiya. Misol uchun bitta ishni 8 ta ustda 10 kunda tugatadi. Ikkinchi ishni 4 ta ustda necha kunda tugatadi degan savol bo'ladigan bo'lsa. Shuni ham tushuntirib ketaymi? Bir ishni bitta ishni deyman. 8 ta ustda 10 kunda tugatadi. Shu ishni 16 ta ishchi necha kunda tugatadi deylik. Oddiy. Hop, proporsiya usuli bor. O'shani qo'yib ketadi. Qaranglar mana. 8 ta usta necha kunda tugatadi ekan buni? 10 kun deydi. Hop, 16 ta usta deydi, mana ishchi bo'lib qoldi. 16 ta ishchi, 16 tasi necha kunda tugatadi deydi. 8 x ko'paytiradi. 8x ning 16 ni 10 ko'paytirsa 160. X ning 20. Yo ajob turadi, yo bajob turadi. Xatolik. Demak, sal mantiqan o'ylab qarasizlar, qarang. Bitta ishni 8 ta usta 10 kunda tugatsa, qanday shu ishni 16 ta usta 20 kunda tugatadi? 5 kun. Bunday aytganda o'ylab qarasalaring, bir qilichga bedatimiz bor. Shuni tushirish uchun 10 ta 8 ta usta 10 kun ishlasa, boshqa 16 ta odam 20 kunda tushirib bo'ladi degandek bo'lyapti. Bu narsa xato. Bedatimiz bor. Xo'p, buni ishlash uchun qaranglar. A deb olamiz. 8 ko'paytirgan 10. 80. Keyingi tarafdan shu A 16 ko'paytirgan x. Mana shu tengni mana ishlab qo'ysak bo'ladi. 80 teng 16x, x teng 80 taqsim 16. Necha bo'ladi? 5 kun. Hop. 14-holatga keldik. Aralashmagan doir misollar. Aralashmagan doir misollar qanday? Stakanda 100 gram suv bor edi. 20% shakardan iborat. Shunga keyin yana 20 gram shakar qo'shildi. Natijada hosil bo'lgan aralashmada necha foiz shakar bo'ldi degan savollar ko'p bo'ladi. Demak, 100 gram aralashmani 20% shakar qo'shildi yana unga
20 gram shakar. Kerak yo'q. Aslida shuni qanday ishlaymiz? Qaranglar, 100 gram aralashmani 20% shakar, yana 20 gram shakar qo'shgandan keyin shakar qo'shildi degan qolib ketdilarmi deydi. Birinchi formani bilashganimiz. Hosil bo'lgan aralashma necha foizi shakar bo'ladi deyapti. Qaranglar. Birinchi umumiy 100 gramning necha foizi shakardan iborat? 20%. Birinchi shuni shakar miqdorini aniqlaylik. 120 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, necha gram shakar bo'lyapti? 20 gram shakar. Endi yana shunga 20 gram shakar qo'shilyapti. Umumiy 40 gram bo'lyapti. Endi 100 gram suvga 20 gram qo'shilyapti. Umumiy aralashma qancha bo'lyapti? 40 gram. Yo'q. 100 gram suvga 20 gram yana qo'shilyapti. Umumiy aralashma. Stakandagi umumiy 120. To'g'rimi? Demak, shakar miqdorini topishimiz uchun shakarni aralashmaga bo'lib yuzga ko'paytirsak javob kelib chiqadi. Demak, shakarning umumiy miqdori avval 20 edi, keyin yana 20 gram shakar qo'shildi. 40. Aralashma qancha ketdi? 120. Endi shuni 100 ga ko'paytiramiz. 120. Ha, 120 edi. Xo'p, mana 0 bilan bu 0 ketsa, 4 bilan 12 qisqarsa, 3 qolyaptimi pastda? 100 taqsim 3. 100 ga bo'lsak 33.1 foiz bo'ladi. Xo'p. Buni formulasi ham bor. Men bu odatda shunday ishlayman. Hozir formulasini keltirib chiqarishga harakat qilamiz. Demak, umumiy 100 gram shakar bor. Aralashma bor. 20% nimadan iborat? Shakardan. Keyin 20 gram shakar qo'shildi. Umumiy qancha bo'ldi? 20 gram shakar qo'shilsa, shakar tarkibi necha foiz bo'ladi bunda? 100 gram aralashmada 20% shakar bor. Keyin yana 20 gram shakar qo'shildi. Bunda tarkibi necha foiz bo'ldi? 100. Endi umumiy og'irlik qancha bo'ldi? Umumiy og'irlik 100 ga 20 qo'shildi. Umumiy og'irlik 120 gram. 120 da qancha shakar tarkibi bo'ldi degan savol qo'yishimiz kerak. Xo'p, qaranglar. Endi buni ishlash tartibi. Birinchi mana uni shakar tarkibini topib olamiz. 100 ni 20 ga ko'paytirib 20 ga 100 ga bo'lamiz. 20. Plus mana unda shakar tarkibini topsak, 20 ni 100 ga bo'lib, yana 100 ga ko'paytiramiz. Keyin mana unda umumiy shakar tarkibini hisoblasak, 120 ni 1 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Umumiy hammasida 100 bor. Qisqarib ketdi. Mana bu 2000 qo'shib necha bo'ladi? 4000 teng 120. Buni topsak 4000 taqsim 120. 40 ga bo'lib olsak. 40 ga bo'lsak mana bu 100. Buni 40 ga bo'lsak 3 teng 100 taqsim 3. Ikkalasi bir xilda-da. Menimcha mana usul osonroq. To'g'rimi? Bilaman. Ya pastdan osonroq. Tepa. Shunday qilib ishlaysizlar. Shunday qilib ishlaysizlar. Birinchi misol. 17-mavzu. Birinchi misol. Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan masofa 600 kilometr. Hop. Buni tez yurar foiz 4 soatga bosib.
tezyurar poyezd tezligini so'rayapti. Aslida qanday ishlaymiz shuni? Ha? Sherzod, sen ham bilasan. 604 bilamiz. 150 kilometr taqsim soat. Xo'p. 5-inchisi. G'ildirak aylanasining uzunligi 2/1. G'ildirak 16 marta aylanganda qancha masofani bosib o'tadi? G'ildirak 462 metr masofani qanday necha marta aylanadi? Xo'p, qaranglar, 5-misol. Aylanasining uzunligi 2/1. Agar u 16 marta aylansa, qancha masofani bosib o'tadi deyapti. Misol uchun, g'ildirak 1 marta aylansa 1 metr, 2 marta aylansa 2 metr, 10 marta aylansa necha metr? 10 metr. Ko'paytiryapmiz. Demak, masofani topishimiz uchun S teng n ko'paytirgan L. N 16 ko'paytirgan 2/1. 33,6 metr masalan bo'lyapti. Agar S 216 degan 412. agar S 412 bo'lsa, g'ildirakning aylanishi 2/1 bo'lsa, n so'rayapti. Yana shu formula S teng n ko'paytirgan L. N topsak S taqsim L. S 412. 412 taqsim 2/1. 4620 ni 21 ga bo'lsak ham bo'ladi. 220 marta aylanarkanda. Xo'p, 9. 9-misol. A va B shaharlardan bir-biriga qarab ikkita avtomobil yo'lga chiqdi. Agar avtomobillarning tezliklari shunday bo'lsa, ular bir-biriga qanday tezlik bilan harakatlanadi? Birinchisining tezligi 73 ekan. Keyingisining tezligi 72 ekan. Va natijaviy deyiladi. Tezliklar o'rnashsa. Bittasi bu tarafga qarab harakatlanyapti. Ikkinchisi bu tarafga qarab harakatlanyapti. Bir-biriga yaqinlashib kelyapti. Bunda tezliklar nima qilardi? Qo'shilardi. 72 ga 73 qo'shamiz. 145. Hop, keyingisi 13. 13-misol. Oralardagi masofa 600 km bo'lgan ikkita shahardan bir-biriga qarab ikkita avtomobil bir vaqtda yo'lga chiqdi va orada 4 soat vaqt o'tgandan keyin uchrashdi. Birinchi avtomobilning tezligi 70 bo'lsa, ikkinchi avtomobilning tezligini toping. Oralaridagi masofa 600 ekan. Birinchisi 70 km taqsim soat tezlik bilan harakatlanibdi. 4 soatda uchrashdi. Xo'p, ikkinchisining tezligini so'rayapti. Bu ham xuddi mana shu formula. Ya'ni bittasi bu tarafga qarab harakatlanyapti B1 bilan, ikkinchisi bu tarafga harakatlanyapti B2 bilan. Orasidagi masofa S. Demak, S teng B1 plus B2 ko'paytirilgan T. S 600 B1 plus B2 70 plus V2 ko'paytirgan 4. 70 plus V2 teng 600 taqsim 4. 604 ga bo'lsak 150. V2 ni topsak 150 ni 70 ta aylanamiz. 80. V2 teng 80 deganda. Xo'p, keyingisi 17 ta. Oralardagi masofa 720 km bo'lgan A va B shaharlar ikkita avtomobil bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. A shahardan chiqqan avtomobil tezligi 80, B shahardan chiqqan avtomobil tezligi esa 100. Avtomobillar A shahardan qanday masofada uchrashadi deyapti. Demak, oralardagi masofa 720. Bittasining tezligi A shahardan chiqqan tezligi 80 ekan. Bir deylik. 80 km taqsim soat. Keyingisini esa 100 ekan. B shahardan chiqqan. Ular A masofadan qancha
uzoqlikda uchrashyapti. Qaranglar mana. Ikkita A va B shaharlar orasida masofa bor. Bittasi mana bu yoqqa qarab V1 tezlik bilan chiqqan, ikkinchisi bu tarafga qarab V2 tezlik bilan chiqqan. Aytaylik, mana shu yerda uchrashdi. To'g'rimi? Bu ham T vaqtda keldi, bunisi ham T vaqtda keldi. Birinchi T'ni topib olishimiz kerak. Demak, tezliklar qo'shiladi. S teng V1 plus V2 ko'paytirilgan T. S 720. V1 80 plus 100 ko'paytirilgan T. T teng 720 taqsim 180. Necha bo'ladi? 4 soat. Xo'p, endi buni tezligi qancha? Mana bu yerda SA desak, SA teng V1 ko'paytirilgan T. Ya'ni V1 tezligi shu yergacha T vaqtda bo'lgan. V1 tezligi 80 ko'paytirilgan 4. Necha bo'ladi? 320. 21. A va B shaharlar orasida masofa 600 km. A shahardan B shaharga qarab 80 km/soat tezlik bilan yo'lovchi poyezd yo'lga chiqdi. Oradan 4 soat o'tgach B shahardan A shaharga qarab tezligi 60 km bo'lgan yuk poyezdi yo'lga chiqdi. Poyezdlar bir shahardan qanday masofada uchrashadi debdi. Oddiy narsa. Orasida masofa qancha ekan? 600 km. Xo'p, birinchisining tezligi 80. U 4 soat harakatlanib qo'ydi. Xo'p, keyingisining tezligi qancha ekan? 60 mi? 60. Uchrash vaqtini so'rayapti. Qaranglar. Mana bu A shahar. Mana bu B shahar. A shahardan V1 foiz yo'lga chiqdi va mana bu yerga keldi. Ya'ni 4 soat bosib mana bu yerga keldi. Mana bu yerga kelgan paytda bu yoqdan ham bittasi chiqdi yana. V2 tezlik bilan. Birinchi mana bu bosgan masofani topmoqchimiz. Qanday topsak bo'ladi? Qanaqadir S1 deb olsam. V1 ko'paytirilgan. 80 ko'paytirilgan necha? 4. Necha bo'ladi 84 ko'paytirsak? 320. Bu qancha masofani bosib qo'yibdi mana bu? 320. To'g'rimi? Xo'p, 320 ni bosib qo'ygan bo'lsa, bu yoq qancha qolgan bo'ladi? 600 dan 320 ni aytsak 280. Endi ikkalasi umumiy bosib o'tadigan masofasi. Ikkalasi umumiy bosib o'tadigan masofasi. 280 teng ikkalasi tezlik bir-biriga qarab kelyapti mana. V1 plus V2 ko'paytirilgan 280 teng V1 80 plus 60. 280 teng 140. Tan topsak 280 taqsim 140. 2 soatda uchrashayotganda keyin. Uchrash vaqtigacha umumiy qancha vaqt harakatlangan V1 desa qancha payt bo'ladi? Mana bu yergacha 4 soat, bu yoqqa 2 soat. Umumiy qancha soat? 6 soat. 25. Bir shahardan 60 km tezlik bilan yuk poyezdi va 3 soat o'tgach shu shahardan yuk poyezdi yo'nalishida 90 km tezlik bilan elektropoyezd yo'lga chiqdi. Elektropoyezd jo'nagandan necha sekunddan keyin yuk poyezdini quvib yetib oladi. Necha soatdan keyin? Xo'p. Demak, birinchisining tezligi 60 km/soat. Qancha payt harakatlangan bu? 3 soat. Keyingisiniki 90 degan
90 km taqsim soat. Quvib o'tadi degan. Uchrash vaqti desam bo'ladi. Hop, tushunishlaring uchun aytaman. A va B shaharlar orasi. Bittasi mana bu yerga yetib keldi. Qanchadir masofa bosib 3 soat masofa bosib bu tarafga qarab bir tez bilan yetib keldi. Shuni mana tarafdan ham yana qaytadan chizib beray. A va B endi yaxshilab qarasalaring, bunga doim misolga o'zgarman, jarayon uchun o'rnatyapman. Keyingisi v2 tezlik bilan jo'nadi. Bu mana bu yerga kelgan paytda bu boshdan jo'nadi. Mana bu yergacha t vaqt sarflagan bo'lsa, bu umumiy borish uchun t vaqt sarflaydi. Ya'ni mana bu yerga 1 soatda borsa, misol uchun, bu mana shu masofani bosish uchun 1 soat vaqt sarflaydi. Shu soat toping deyapti. Birinchi ma'noda s topsak, s 3 soat qanday tezlik bilan harakatlangan? 60. 3 ko'paytirilgan 60 plus bu yog'iga yana qanday tezlik bilan harakatlangan? V1 60 dami? Xo'p, keyingi holatda s v2 qanday tezlik bilan umumiy bosib o'tgan? 90 t. Ikkita holatda ham nima bir xil? Ikkita holatda ham s ikkalasini tenglashtiramiz. 3 ta 60 ko'paytirsak 180 plus 60 t teng 90 t. 60 tadan 90 tadan 60 dan ayirsak 180 teng 30 t. T teng 180 taqsim 30. 6 soat deganda 29. Velosipedchi shahardan soatiga 13 tezlik bilan yo'lga chiqdi. Undan 2 soat keyin chiqqan ikkinchi velosipedchi unga 4 soatda yetib oldi. Ikkinchi velosipedchining tezligini toping. Demak, velosipedchi shahardan soatiga 13 tezlik bilan, demak, birinchi velosipedchi 13.4 soat kilometr soat tezlik bilan harakatlanayotgan ekan. 4 soat harakatlanadi. 4 soat bilan 2 soatdan keyin yo'lga chiqqanda, 2 soatdan keyin yo'lga chiqdi. 2 soatdan keyin yo'lga chiqqan velosipedchi unga 4 soatda yetib oldi. Tavaddilik. Keyingisida 4 soatda yetib oldi. Hop, begin so'rayapti. Hop, Tushuntirib aytaman, qaranglar. A B shaharlar orasida boryapti. Mana bu yerdan bu tarafga bir tezlik bilan jo'nadi. Mana bu yerga keldi, 2 soat bo'ldi. Mana bu yerga 2 soat masofani bosib o'tdi. Hop, keyingisi mana shu joyda qanaqadir v2 tezlik bilan bu tarafga qarab harakatlana boshladi. Qanaqadir v2 tezlik bilan. Bu mana bu yerda S nuqtadan B nuqtaga borish uchun qancha vaqt sarflaydi? 4 soat. Bu shu vaqtda 4 soatda bundan A'dan B'ga borib qo'yadi, ya'ni A'dan B'ga boradi. Umumiy qancha paytda borib qo'yadi bu? 4 soat. Tepadan S topsak. S teng tezligi V1. V1 ko'paytirilgan mana bu yergacha 2 soat, bu yoq 4 soat. 6 V1. 13.4 ko'paytirilgan 6. Keyingi holatda S teng tezligi V2 ko'paytirilgan necha soatda bosib o'tyapti? 4 soat. Ikkala holatda ham S bir xil. To'g'rimi? Tenglashtiramiz. 4 ta V2 teng 13.4 ko'paytirilgan 6. 4 nariga bo'lishib o'tsa. 2 3 13.4 2 ga bo'lsin. Adashmasam 6 7 da. Ko'paytiramiz 3 ga. 20 butun barakanda. 20 butun 1 km soat tezlikda harakatlanadi. 29 dan keyingisi 33.
ikkita avtomobil uzunligi 15 km bo'lgan aylanada halqa bo'ylab bir nuqtadan bir yo'nalishda bir vaqtda harakat boshlaydi. Birinchi avtomobil tezligi 80, ikkinchisiniki esa 85 bo'lsa, necha soatdan keyin ikkinchi avtomobil birinchi avtomobilni ikki aylana halqa orqada qoldiradi deyapti. 6 soatda. Javob oldingiz shuni. Nechinchisi? 33. Qaranglar. Halqaning uzunligi S desak 15 km. Hop, birinchisining tezligi V1 85 km soat, keyingisiniki V2 qancha ekan? 80 km taqsim soat. Qani so'rayapti desak bo'ladi. O'zi halqa degani nima degan? Aynan. Halqa degani aynan. Misol uchun mana aylana bo'ylab harakatlanyapti. Bittasi misol uchun mana bu tarafga qarab harakatlansa, ikkinchisi ham shu tarafga qarab harakatlanyapti. Mana bu tezroq harakatlanib ketadi. Endi qaranglar. Aylanasi 15 km bo'lsa, aylanasi 2 marta aylansa qancha masofani bosib o'tadi? Qancha ortda qoldiradi? 30. Tezliklar bir tarafga qarab yo'nalyaptimi? To'g'rimi? Bir tomonga qarab. Bu holatda tezliklar ayriladi. V1 minus V2 ko'paytirilgan T. 30 teng 85 minus 80 ko'paytirilgan T. 30 teng 5 T. T teng 85. 6 soat. 37. 37 nima degan? Vertolyot ikki qishloq orasidagi masofani shamol yo'nalishida 3 soatda, shamolga qarshi esa 4 soatda uchib o'tadi. Agar shamolning tezligi 12 km taqsim soat bo'lsa, shu qishloqlar orasidagi masofani toping. Oqim bo'yicha tezlik, oqimga qarshi tezlik qolib ketdi-da. Qaranglar. Shamol, oqim bir xil narsa. Oqim bo'ylab tezlik. Oqim bo'ylab tezlik bo'ladigan bo'lsa, qayerga oqim qo'shiladi. Xo'p, ikkinchisi oqimga qarama-qarshi. Oqimga qarama-qarshi. Bu holatda esa v qayiq minus v oqim bo'ladi. Uchinchi holat. Turg'un tezlik. Qayiqni turg'un tezligi deyiladi. Bu va qayiqning o'zi bo'ladi. Endi qaranglar. Shamol bu tarafdan esayotgan bo'lsa, men janob to'g'risang bo'ladi-ku. Shamol bu tarafga qarab esayotgan bo'lsa, Tezlik o'sharmi? men bu tarafga qarab bo'layapman, shamoldan kamayadi. Tezlik kamayadi. Endi qaranglar, vertolyot ikki shahar orasidagi masofani shamol yo'nalishida 3 soatda, shamolga qarshi esa 4 soatda bosib o'tdi. Demak, shamol yo'nalishida birinchi. Shamol yo'nalishida. S shamol yo'nalishida bo'lsa qo'shiladi. Qancha payt bosib o'tdi? 3 soatda. Keyingi holatda shamolga qarama-qarshi. Shamolga qarshi bo'lsa endi nima bo'ladi? Ayriladi. S V1 minus V2. Bunda 4 soat bosib o'tdi. Shamolning tezligi 12 deyilgan, adashmasam. Xo'p, shamol tezligi 12 bo'lsa, shu qishloqlar orasidagi masofa qancha deb? S so'rabdi-da. Qaranglar. Mana bu borishdagi masofa bo'lsa, bu kelishdagi masofa. Masofa o'zgaradi. O'zgarmaydi. Demak, mana ikkalasini tenglashtiramiz. V2 shamolning tezligi 12 km taqsim soat. Joy qo'yamiz, demak. V1 plus 12 ko'paytirilgan 3 teng V1 minus 12 ko'paytirilgan 4. Mana shuni hisoblasak, qog'ozga olib chiqamiz. 3
3 ta v1 plus 36 teng 4 ta v1 plus minus 48. 48 bu tarafga o'tsa, bu tarafga o'tsa. 4 ta v1 minus 3 ta v1 teng 48 plus 36. v1 teng 84 mi? Endi bizdan masofani so'ragan. Masofani topishimiz uchun mana bu yerga qo'yamiz. S teng v1 minus v2 ko'paytirilgan t. S 84 minus v2 12 ko'paytirilgan 3 4 ekan. Ayasak 72 ko'paytirilgan 4. 72 ni 4 ko'paytirsa qancha bo'ladi? 288. Orasidan Misol. Usta ishni 18 kunda. Usta 18 kunda. Shogirdi 24 kunda. Besh kun birgalikda ishladi. Birgalikda ishladi. Xo'p, ishning qanday qismi bajarilmay qolgan deyapti. Do'stga qarang. Xo'p, qaranglar. Ishni A deb belgilasak, demak, 1/18 ko'paytirilgan A plus xo'p 1/18 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan necha kun ishlagan bu? 5 kun. Keyingisi 1/24 ko'paytirilgan A bu ham 5 kun ishlagan. Xo'p, A'ni qolsin tashqari chiqarib olsak 5/18 5/18 plus 5 necha bo'lyapti? 24. 10 mahraj necha bo'ladi? 18 bilan 24 ga. Mana bunga 3 tadan, bunga 4 tadan. To'g'rimi? Ha, mana bunga 4 tadan-da. Bunga 3 tadan. Shundaymi? 4 kara 5. A ko'paytirilgan 20 plus 15 taqsim 72 mi? Demak, bajarildi. 35 A taqsim 72. Ya. Charchadim men. A taqsim 72 bajarilmadi. Bizdan bajarilmagan so'rayapti-da. A'dan 35 A taqsim 72 ni ayiramiz. 72 ni bunga ko'paytirsak. 72 A minus 35 A. 37. Demak, bajarilmadi. 37 taqsim 72. Xo'p, 47. Usta ishni 24 kunda, shogirdi esa 30 kunda tugatadi. Agar ular birgalikda ishlasa, ishni necha kunda tugatadi? Demak, usta necha kunda ishlar ekan? 24. Shogird esa 30 kun deganmi? Birgalikda T deylik. Xo'p, demak, buni formulasi. Ishni A deb belgilaymiz har doimgidek. 1/24 ko'paytirgan A plus 1/30 ko'paytirgan A teng 1/T ko'paytirgan A. Alar ketdi. 24 bilan 30 ga 10 mahraj 120 bo'ladi. Demak, mana bunga 5 tadan, bunga 4 tadan. 5/120 plus 4/120 teng 1/T. 5 ga 4 qo'shsak 9/120 teng 1/T. T teng 120/9. 3 ga qisqartirsak 40/3 mi? Xo'p, 51. Ali va Vali birgalikda ishni ishlab 18 kunda tugatishadi. Demak, agar Alining o'zi
Alining bir o'zi ishlaganda ishni 54 kun tugatar edi. Alining bir o'zi ishlasa ishni necha kunda tugatadi? Birgalikda qancha kunda tugatar ekan? Birgalikda 18 kun. Xo'p, Alining o'zi Ali necha kunda? 24 kunda. Va Ali qancha paytda tugatadi deyapti? Qaranglar. Ishni A desak, Ali qancha paytda tugatyapti? 24 mi? 54 mi? 54 da. 54 ko'paytirgan A plus va Ali qancha paytda tugatyapti? X ko'paytirgan A birgalikda qancha paytda tugatyapti mana shu narsani? Birgalikda 18 kunda. Qaysilar qisqarib ketadi? Alar qisqarib ketdi. Demak, bizda 1/54 plus 1/x teng 1/18. Nariga o'tsa 1/x teng 1/18 minus 1/54. Mana bu nechtadan? 3 tadan. 3 minus 1/54. X topsak 54/2. Necha bo'ladi? 27 kunda. Xo'p, keyingisi 55. Basseynda ikkita qovur ochilgan bo'lib, birinchisi qovurni basseynda 9 soatda to'ldiradi, ikkinchisi esa 12 soatda bo'shatadi. Ikkita qovur bir vaqtda ochilsa, basseyn necha soatda to'ladi? Qaranglar. Birinchisi basseynda qanaqadir 9 soatda to'ldirsa, ikkinchisi ayriladi 12 soatda. Qanaqadir 1/t. 9 bilan 12 ga 10 mahraj necha bo'ladi? 36. 4 tadan bunga nechtadan? 3 tadan. 4 minus 3 taqsim 36 teng 1/t. T teng 36 taqsim 1. Qancha payt bo'lar ekan? 36 soat. 59. Basseyn ikkita qovur orqali 8 soatda to'ldiriladi. Qovurlardan biri basseynda ikkinchisiga qaraganda 12 soat tezroq to'ldiradi. Qovurlarning har biri alohida ishlaganda basseynda necha soatda to'ldira oladi? Xo'p, birgalikda 59. Birgalikda qanchada to'ldiradi? Birgalikda 8 soat. Birgalikda 8 soat. Qovurlardan biri basseynda ikkinchisiga qaraganda 12 soat tezroq to'ldiradi. Birinchi qovur T soat desak, xo'p, ikkinchi qovur esa shundan 12 soat ko'p. T plus 12 soat to'ldiradi. Qovurlarning har biri alohida ishlaganda basseyn necha soatda to'ldiradi? T va T plus 12 dan so'rayapti. Qaranglar. 1/t plus 1/t plus 12 ni qo'shsak 1/8 hosil bo'lishi kerak. Mahraj mana bu T plus 12 bo'ladi. Mana bu T'dan. T plus 12 ni 1 ga ko'paytirsak T plus 12 plus T taqsim ikkalasini ko'paytmas. T plus 12 teng 1/8. T ga T ni qo'shsak 2T plus 12 taqsim T kvadrat plus 12T teng 1/8. Proporsiya qilamiz. 8 2 ga ko'paytirsak 16 plus 96 teng T kvadrat plus 12T. Mana ikkalasini nariga o'tkazsak T kvadrat 12T dan 16 ni ayirsak 4T minus 96 mi? Ko'paytmas 96, ayirmas 4 bo'lgan sonlar. Necha bilan necha bo'ladi? To'ppa to'g'ri aytyapsizlar. 8 bilan 12 deyapsizlarmi? To'ppa to'g'ri. T minus 12 yu T plus 8 teng 0. Buni 0 ga tenglashtirsak T teng necha chiqadi? 12 soat. Bunisichi minus 8 soat. Endi savol, qaysi birini olamiz? Bo'shdimi? Qaysi birini olamiz? Mana bu olmaymiz, chunki manfiy bo'lmaydi. 12 soatda olamiz. Demak, birinchisi 12 soat, keyingisi 12 plus 12 necha bo'ladi? 24 soat.